chorvaga qiziqadigan akalarim diqqatiga qo'yiladi, oyog'ini tayda turadigan plastmassa poddomlarimizdan xudo xolasa yetib kelgan. Hali ichida juda ham seroq, xudo xolasa bo'ladi. Teri ishlarini, razmerlar hamma yo'g'ini ma'lumotlarni beramiz akalar, xudo xolasa yoqsa, like mixlab berasizlar akalar. Buni teri ishlari Lego singari bir-biriga tishlari bor, kiyilib ketaveradigan holatda bo'ladi, qadrdonlar. Xudo xolasa mana. Lego singari mana shu holatda terilaveradi, mana ko'ryapsizlar. Buni maxsusan yonboshida ham tishlari bor, yonboshlari ham terilishi juda ham oson, mana ko'ryapsizlar. Buni sinovdan o'tkazib ko'rildi. 1 tonna yuk bilan, bosim bilan bittasining ustiga 1 tonna bosim bilan bosib ko'rilgan, xudo xolasa akalar. Xo'p, mana shu holatda katta ob'yemlarga terib olsalar ham bo'ladi. Buni qanday tagiga qanday qo'yiladigani, mana yonboshiga mana shu temir qo'yib tushadigan joyi bo'ladi. Mana shu ugon nima shunaqa narsani ustiga qilib kiygizib berasizlar, bo'ldi. Shu holatda bo'ladi. Razmeri bilan qiziqqan akalarimizga uzunasiga 60 sm, eniga 50 sm bo'ladi. Duolini qanligi 6 sm bo'ladi. Orqalarini ko'ringlar, juda ham mo'shli qilib qilingan, xudo xolasa. Buni narxi xudo xolasa juda ham arzon. Xitoydan kiradiganiga nisbatan yarim puliga ham, xudo xolasa yarim pulini atrofida, xudo xolasa. Narxi xudo xolasa mana shu holatda tayyor bo'lishi 85 ming so'mdan chiqyapti akalar. Qiziqqanlarga pastda nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqib olasizlar. Mabodo shunaqangi chorvaga qiziqadigan yaqin do'stlarimiz bo'lsa, kimgadir tashlab qo'yinglar. Kimgadir manfaatli bo'lsa, xursand bo'lamiz akalar. Jonlaringiz sog' bo'lsin, salomat bo'linglar. Video yoqqan bo'lsa, like qilib qo'yamiz.